Parvardigor olam Haj surasida aytadiki, Allohga qurbonlik go'shtlarini ham, qonlari ham yetib bormas, lekin u zotga sizlardan taqvo edi. Alloh sizlarni hidoyat qilgani sabab u zotni ulug'lashlaringiz uchun ularni sizlarga bo'ysundirib qo'ydi. Ezgu ish qiluvchilarga xush xabar bering deydi Alloh taolo. Parvardigor olam biz bandalarni qurbonligimizdan Allohga go'shti yetmaydi. Qoni ham borib yetmaydi. Vaholanki bizdan taqvo borib yetadi. Alloh buyurdi, biz uni bajardik. Labbay deb Allohga itoat etib, Alloh uchun fi sabilillah, Alloh uchun biz qurbonligimizni qilyapmiz. Ya'ni bizda bo'ysunishlik Allohga boradi, bo'ysunishlik yetadi. Bizga Alloh taolo ajr beradi, savob beradi. Ba'zilar aytishligi mumkinki, qurbonlik qilishlik shartmi? Imkoniyati bo'la turib qurbonlik qilishlikni orqaga tortadi. Yo'q, bundan biz ogoh bo'lmoqligimiz kerak.